Kechasi bilan bu videoni qilishim kerak deb miyamni kemirib chiqqani uchun hozir tayyorlab qo'yapman. Keling, maksimum tez gapiraman, siz ham tez tarqating. Qancha ko'p odamga yetib borsa shuncha yaxshi. Jizzaxlik bloger Orzu uchun bir ish qilaylik. Men nimaga bu taklifni olg'a suryapman, hozir sizga aytib beraman. Xullas, bundan avvalgi bitta videoda men aytdimki, janazadan video ko'rdim, shunday. U paytda rostdan ham bu janaza Orzuniki ekanligini bilganim yo'q edi. Keyin kommentariy yozdinglar, men u qizni tanidim, profillarini kuzatib chiqdim, videolarini tomosha qildim va juda ko'p holatlarda men tiriklardan xafa bo'ldim. Orzu, agar ruhingizni chirqiratgan bo'lsak, biz tiriklarni kechiring. Nimaga? O'lgan insonni orqasidan faqat yaxshi so'z bilan yodga olinglar degan ko'rsatma bor edi-yu. Hozirgi taklifim xuddi shu ko'rsatmaga asoslanadi. Undan tashqari, Orzu, do'stlaringizni kechiring, ular juda yoshlik qilishdi. O'lishingizdan 2 soat o'tib o'tmasdan pul kerak deb video qilib 365 ta kartani qo'yishdi va hamma sizga 2 da nima qilyatuvdi, Gentrani olib nima bor edi, iPhone 17 ishlatardi-yu qilib sha'ningizga yomon gaplar gapirishga majbur qilishdan o'shalar. Siz uchun nima kerak edi va o'lganlar uchun o'zi ruh uchun nima kerak? Hozir shu ishni qilaylik. 3 ta bilgan bitta surangizni 3 marta o'qing. Shu videoni ko'rib bo'lishingiz bilanoq. Tahoratli bo'lasizmi, joy namoz ustida bo'lasizmi, ko'chadami, avtobusdan farqi yo'q. 3 marta o'qiysiz va Orzuni ruhlarini shod bo'lishi uchun, uni manzilotlariga mana shu ibodatlaringiz savobi yetib borishi uchun qo'lingizni xohlasangiz ko'taring, xohlasangiz ko'tarmay uyalsangizda, masalan, jamoat joyida bo'lsangiz, ichingizda Orzuni ruhlariga bag'ishladim deb qo'ying. Va mana shu videoni ko'rayotganlar orasida murattab qoriyalar bor va uyda o'tirib xatm qiladigan qoriyalar bor, qorilar bor. Ana o'shalarga ham aytmoqchimanki, 10 kunda o'qiysizmi, 15 kundami, 1 oydami xatm qilib Qur'onni 30 porasini to'liq mana shu Orzuni ruhlariga bag'ishlab qo'ying. Unga pul kerak emas, uyni remonti ham kerak emas va hokazo g'iybat so'zlar ham kerak emas. Unga hozir mana shu amallardan savob kerak. Chunki o'lgan odamning amal daftari yopiladi, gunoh ham savob ham yozilmaydi. Endi o'zidan keyin qoldirgan nima deydi, sadaqai joriyalar unga yetib borib turadi. Ilm qoldirish kerak, farzand qoldirish kerak va yana bir narsa qoldirish kerak. Uchinchisi esimda yo'q-u, lekin siz hozir mana shu ishni qilib unga sadaqai joriya borishiga xizmat qilgan bo'lasiz.